Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizga ajoyib taklif, ya'ni yozni ayni issiq chillasida sizni mahsulotingizni bozor rastalariga, magazinlarga sifatiga ta'sir qilmagan holatda yetkazib beruvchi Chang'an xolodilnik avtomobilimiz to'g'risida obzor qilamiz. Xo'p, xolodilnikimiz bort uzunligi 3 metr, balandligi 1,70 sm, eni esa 1,60 sm ga ega. Uni qalinligi bo'lsa 8 sm va ichida -5 gradus sovutadigan agregatlari qo'yilgan. Bu zavodskoy budkamizning yon tarafida ham eshigi bor. Qulayligi orqa eshikni ochib, sovuqlik chiqib ketmaydi-da tashqariga. Yon tarafdan olib mahsulotingizni tushiraverasiz. Sizga shu tarafdan yengillik beradi. Xo'p, bu avtomobilimizda siz oziq-ovqat, go'sht sut mahsulotlari yoki dori-darmon sohasidamisiz? Sizga albatta yordam beradi Chang'an xolodilnik avtomobilimiz. Bu avtomobilimiz 2 tonnagacha bo'lgan yukka mo'ljallangan. Endi esa salon qismiga o'tsak. Xo'p, avtomobilimiz o'zgacha dizayn, qulayligi haydovchilar uchun konditsionerligi mavjud, rullar elektronlik juda ham yumshoq, ABS tormozoch sistemasi xavfsizlik tarafdan va 5 pog'onali skorosiga ega. Hozir ayni issiq chillada shunday avtomobil qidirib yurgan bo'lsangiz, marhamat, Sardor Avto Invest avtosalonimizga tashrif buyuring yoki quyidagi telefon raqamlarga murojaat qiling. Professional menejerlarimiz sizga batafsil ma'lumot yetkazishadi.